Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Gollandiya shoferlik praosi nazariya darsimizga xush keldinglar. Biz 31-darsda maxsus mashinaning chiroqlari, mashinaning ichidagi ekranda ko'rinadigan har xil simbollarning ma'nosini o'rgangandik. Bugun shu darsimizga doir ulgulik mashq savollarni ishlash orqali imtihonga qanday shaklda chiqadiganligi bilan tanishib chiqamiz ham shu nazariya darsini ham pishiqlaymiz. Qanamsa diqqatinglar darsimizda bo'lsin. Birinchi savol. What if did meterchi on? Yani bu meter nimani bildiradi deydi-ku. Buni rasm qarab bilalaysizlar. Qarasanglar termometrning rasmidek turadi. Biz buni o'tgan soatlik dars o'rgangandik. Yani termometrning rasmi, ya'ni motorning temperaturasini bildiradi-ku. Shunga buning javobi say the temperature from the motor. Yani motorning temperaturasi odatda 90 dan ishib ketib qolsa, o chaqda motor baq qizib ketdi, motorga yaxshi emas deganni bildirdi-ku. Shu mashina deganda buningga diqqatimizni qaratish muhim. Endi ikkinchi savol, met welke verlichting moet je nu rijden? Yani hozir qaysi chiroq bilan haydashingiz kerak deydi-ku. Kechgan hozir qarang'u ekan, endi 3 xil chiroqni beribdi. A javob Stadeslicht. Yani Stadeslicht Stadeslichtni o'tgan soat dars o'rganib o'tgan. Buni faqat Bautinda Babaudukum shahar sirtida mashinani parkering qilganda, mashinani to'xtatganda ham yaxsaq bo'ldi. Shunga biz buni mashina to'xtatishirg'i deb atagandik. Hozir men yerda haydab ketib turibmiz. Shu buni yaxsaq bo'lmaydi. B javob dimlicht. Dars o'rgangandik. Dimlicht har vaqt yaxsaq bo'ladigan chiroq. Shu buni yaxsaq bo'ldi. C javob xrotlicht, cho'ng chiroq. Bu cho'ng chiroqni faqat odatda kechida boshqalarga qarshilik qilmagan ahvol ostida yaxsaq bo'ladi-ku. Hozir qarshi tarafdan mashina kelyotdi. Agar biz hozir cho'ng chiroqni yiqib minib olsak, o cho'ng chiroqning nuri qarshi tarafdan kelgan shoferning ko'ziga ta'sir qilib yaxshi ko'rinmaydi-ku. Shu bu xil avasida eng to'g'ri javob dimlicht. Ya'ni dimlichtni biz har vaqt yaxsaq bo'ldi. Endiki savol, what geven twee witte lichtjes aan de achterop de auto? Yani mashinaning keyindagi ikki oq chiroq nimani bildirdi deydi. Odatda mashinani biz oqchilab haydagan vaqtimizda, ya'ni oqiga yondirgan vaqtimizda shu ikki oq chiroq yonadi. Oq chiroq bizningki mashinani oqiga yondirayotganligimizni bildirdi. Shunga buning javobi B. Endiki savol, je ziet hier 3 remlichten. Motornizni alle 3 werken. Yani siz hozir 3 tormoz chirog'ini ko'ryapsiz deydi. Yani ma o'ng va so'l tarafdagi ikki chiroq, 3-chi tormoz chirog'i ma ustidagi ma L degan xatning ostidagi lama chiroq. Bu ham tormoz chirog'i. Bu uchilis ishlash kerakmi deydi? Javobi ya. Yani normalda mashinada 3 ta tormoz chirog'i bo'ldi. Har uchilisi yonadigan bo'lishi kerak. Endiki savol, je rijdt nu door de stad. Yani siz hozir shaharning ichida haydayapsiz. Welke verlichting voor je dan? Yani qaysi chiroqni yoqsangiz bo'ldi deydi. Yani o'xshashlarni Stadeslicht, dimlicht, xrotlicht deb turibdi. Birinchi savolda Stadeslichtni qanday vaqt yoqamiz, xrotlichtni qanday vaqt yoqamiz buni so'zlagandik. Shunga yana bir qitim so'zlamaymiz. Yani dimlicht. Dimlichtni har vaqt kecha-yu kunduz yoqsak bo'ldi. Shu buning javobi B, dimlicht. Endiki savol, het licht gaat op geel. Moet je nu stoppen? Yani chiroq hozir siriqqa o'zgardi. Siz cho'qim to'xtatishingiz kerakmi deydi. Javobi ya. Yani normal qatnash qoidasida agar chiroq siriq rangi o'zgarsa, cho'qim to'xtatishimiz kerak. Balkim amaliy turmushda shappada mayni rasabisi g'ujjida o'tib ketsanglar bo'lishi mumkin. Lekin amaliyat imtihonida diqqat qilinglar. Normal qoidada chiroq siriq yongan vaqtda cho'qim to'xtatishimiz kerak. To'xtay olsaq ham to'xtatishimiz kerak. Shunga buning javobi ya. Endi je wil rechtsaf, mag je doorrijden. Yani siz hozir o'ngga buyurilmoqchi, haydasangiz bo'lamdi deydi-ku. Ma'lum sal qaymoqtirgan savol. Qarasanglar, ma chiroq ko'k yeşil yenipdi-ku.
qaraplam balkim o'ngga burilsam, mangsam bo'lishi mumkin deb o'ylashim mumkin, lekin qarasanglar, mana yinda o'ngga burilgan stirelka hozir qizil rangda yinibdi. Demak, mana o'ngga burilganlar mangsa bo'lmaydi. O'ngga burilganlar uchun bu chiroq hozir qizil rangdachu. Şun bunun cevabı ne? Endi yamut recht saf mutiyanu richting angevin. Yani siz hazır onga kayrılmakçı. Çokum yölünüş yani aş onga solga kayrılganda urduğan yölünüş çırığını uruşunuz gerek mi deydi. Bunun cevabı ya. Yani her vakit meyli onga kayrılaylı, solga kayrılaylı, her qanday yol olsun çokum çırağını uruşumuz gerek. Немче мен мында суал берилген деген вакытта, яны ма белге диккат кылыңлар, катнаш белгиси ма белге фирплихтер айрихтин, яны чукум муш белгенин стрелканын yönünüş кандай болса, чукум шунда халат айдышыбыз керекчү. Мәсәлән, биз азыр ма жолда солга кайрылсак болмайды. Ма жолда биз факат оңга кайрыла алабыз, факат бирле талышыбыз бар. Шуңа балким мен факат оңга кайрыла алаймын ма жолда азыр. Шуңа çırak umusam mı buludu dep oylap qilishinglar mumkin, lekin emniyetde çoqum çırak uruşumuz gerek. Şuna ma belgini ataydan birib qo'ygan. Gerçi muşta belgi bolsunmu, yenelam çırak uruşumuz gerek. Emdik sual, vilk verlichting für nu, yani ma ekranda bir çırak yenipti. Hazır qaysi çırak yıkıldı deydi. Biz ötken sektorda çıraqlarni renglarni hemen o'rgandik emasmi? Şu agar mashinamizning dashbordda, ekranida ba'zi bir chiroqlar yiqilgan vaqtda sizlar qarablam qaysi chiroq yiqilganligini bila olishinglar kerakchu. Ya'ni ma chiroq mist achterlicht, ya'ni tuman orqa chirog'ining belgisi. Şu A javob to'g'ri. Endik savol, "Je fuhrt nu mist achterlicht" maqtat. Ya'ni siz hozir tuman orqa chirog'ini yoqdingiz. Yaxsınız bulamdı deydi. Öğrengen toq tuman arqa çırğını qanday xolası diye qattık. Faqat ve faqat oldimizdagi qatnaşni 50 metrden artıq arlıqni ko'ranmagan vaqtda yaqatdıqçu. Hazır maşina tonelning ichidigan, toneldan chiqsalar bir shunda bir yo'riq bir ahvol ekanchu. Oldimizdagi mashinani aniq ko'ra oladigan ahvol ekan. Şuna biz tonelning ichida bunda tuman arqa chirog'ini yiqib olsak bo'lmaydi. Chunki bunda ahvol ostida xuddi turmuz chirog'i yoqqandek ta'sir berib qo'ydi-chu. Shuna buning javobi ne? Ya'ni bu xil ahvolda tuman arqa chirog'ini yoqsak bo'ladigan ahvol yo'q. Endi keyingi savol, "Je wil rotonde verlaten, moet je nu richting aangeven." Ya'ni siz hozir aylanmadan ayrilmoqchi, ya'ni rotonda aylanma yo'ldan ayrilmoqchi. Çoqum yönünüş çırığını uruşunuz kerakmi deydi, cevabı ya. Yani rotondadan ayrılgan vaqtimizmi daim o'ng chirog'ini urib, men hozir rotondadan chiqdim deb keynimizdagi yoki o'ng sol tarafdan keladigan velosiped piyodalarga belgi beramiz-chu, shu har vaqt chirog'ini yoqishimiz kerak. Javobi ya. Endi keyingi savol, "Je wil wegrijden, moet je richting aangeven." Yani siz hozir mashinani qo'zg'atib mangmoqchi, yo'lni chirog'ini urishingіз kerakmi deydi, javobi ya. Yani her vaqt mashinani qo'zg'atib mangmoqchi bo'lgan vaqtimizda cho'qim yo'lni chirog'ini urishimiz kerakchu. Emniyet imtihonida o'sha kichik nuqtalarga bek diqqat qildim. Emdik savol, "Je rijdt nu met groot licht en hindert niemand" maqtat. Yani siz hozir cho'ng chirog'ini yoqib mangdingiz, lekin hech kimga to'sqinlik qilmadingiz bo'lamdi deydi-chu. Bu cho'ng chirog'ini biz kunduzi yoqmaymiz-chu. Cho'ng chirog'ini faqat kechida hech kimga to'sqinlik qilmagan ahvol ostida yoqsak bo'ldi. Hozir bu havo shunda ochiqkan, beka cho'ng chirog'ini yiqishning aslo hojati yo'q-da. Shu buning javobi ne? Emdik savol, "Je geeft hier een knippersignaal om de bestuurder te waarschuwen dat hij/zij met groot licht rijdt" maqtat. Yani siz hozir mashinangizning chirog'ini, ya'ni knipper signal deganda mashinaning chirog'ini lap-lap yondirishchi. O'sha lap-lap chiroq yondirib, sho'pirni ogohlantirish uchun, ya'ni oldimizdagi bir sho'pir cho'ng chirog'ini yoqib olgan bo'lsa,
onu agahlandırış üçün maşinimizin çırğını lap-lap qıp yandırıp onunğa signal verdik. Bununğa yol qoyulamdı deydi. Bunun cevabı ya. Yani bayağı dedik emasmi, maşinning cho'ng chirig'ini yoqqan vaqtda alayda diqqat qilishimiz kerak. Chunki cho'ng chirog'ining nuri bevosita udul holda ham qarshi tarafdan kelgan shofirning ko'ziga ham tushuvchi. U chog'da qarshi tarafga kelgan shofir yo'lni yaxshi ko'rolmaydi. Şoň cho'ng chirog'ini, ya'ni xirotliqni biz faqat qarshi tarafga ta'sir qilmagan ahvol ostida ham yoqsak bo'ldi-ku. Ama hozir qarasanlar bir kun normalda şoňa agar ba'zi ehtiyotsizlikdan hamda cho'ng chirog' yiqilib qilib biz diqqat qilmagan ahvol bo'lishi mumkin. Hamda hammamiz inson bo'lgankin ba'zi mashinamizning chirig'i ehtiyotsizlikdan yiqilib qolgan bo'lishi mumkin, biz bilmay qolgan bo'lishimiz mumkin-ku. Yoki qarshi tarafning chirig'i esa yiqilib qolib bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Bunda ahvol ostida shu xatarlik bir ahvolning kelib chiqishining oldini olish uchun qarshi tarafga chirig'imizni lap-lap qilib yondirib signal bersak bo'ldi. Shu buning javobi ya. Endi savol keldi. What have you anstan alles dit blau lampe hat branden? Yani ko'k chirog' yongan bo'lsa, u chog'da siz hozir qaysi chirog'ni yoqdingiz deydi. Yani ko'k chirog' nimani bildirdi deydi-ku. Buni dars o'rgangan. Yani bu ko'k chirog' xirotlicht. Yani mashinamizning ekranida mush belgini ko'rsak, demak biz hozir xirotlichtni, cho'ng chirog'ni yoqdik degan gap. Shunga javobi B. Yani imtihon mushtasol cho'qim chiqdi-ku. Mesela ekranga har xil chirog'larning belgisini o'rab, siz hozir qaysi chirog'ni yoqdingiz debchu. Şoň sizler çoqum dimlicht, yani dimlichtni yoqqan vaqtda ekranda qanday belgi ko'rindi? Xirotlichtni yoki mis achterlicht, mis vorlicht, statuslicht, mushlarning hammasini yoqqan vaqtida ekranda qanday belgi ko'rindi? Bularni çoqum qarab toniy oladigan bo'lishinglar kerak. Yani chiroqqa doir savol çoqum chiqdi. Endi savol keldi. Wanneer mag je mist vorlicht voeren? Yani siz qachon tuman oldi chirig'ini yoqsangiz bo'ladi deydi. A cevap nooit, yani herkes yaksanız bulmaydı deydi. Hatta yani tuman aldı çırğını ma'lum bir ahvallarda yaksak boludu. B cevap alt deydi. Her daim yaksanız bolu deydi. Bu mu hatta tuman aldı çırğını her vaqt yıqıvasak bulmaydı. Fakat ma'lum bir alayid ahvalda yakımız. Yani bu alayid ahval qanda? Yani aldımızda 200 metreden artıq arlıqını körəməyən vaxtımızda yoki yağmurluq, qarlıq havada yaqsaq boludu. C cavab şuna alısit ziht ernestlik bilen merdor. Yani aldığımızdaki görünüş, yani aldığımızını ağır derecede körəməyən ahval asıladır. Şun bunun cevabı C. Endik soğuk geldik. Ya parkert her buitende bebouwde met twee wielen op de rijbaan. Yani siz hazır şehirinin sırtıda maşinanızın iki çakı maşini yolunun üstüde maşinini toxtattınız. Welke verlichting moet je dan voeren? Yani uçakda qaysi chirog'ni yoqishingiz kerak deydi. O'rgangan tuqqu maxsus bir chirog'ning ismi ham mashina to'xtatish chirog'i deb ataladi. Yani mashinamizni Bouitende bebouwde komda shahar sirtida parkering qilganda to'xtatgan vaqtda yoqatdik. U chirog'ning ismi statuslicht. Shunga to'g'ri javob A. Endi yarayt in tunnel in mutiyadan dimlicht voeren. Yani siz hozir tunnelga kirdingiz, dimlichtni yiqishingiz kerak degan javobi ya. Yani tunnelga kirgan vaqtda dimlichtni cho'qim yiqishimiz kerak. Normalda ilk mashinaning chiroqlarini yoqqan vaqtda ilk auto deb to'g'rilab qo'ydigan yer borchi, avtomatik deb. Ashuni to'g'rilab qo'ysak, biz işte tunnelga kirgan vaqtimizda dimlicht avtomatik holda yonadi-chu. Endi je rijdt in de regen met mist achterlicht aan. Mag dat? Yani siz yağmurda tuman arka chirig'ini yiqib haydadingiz bo'lamdi deydi. Javobi ne? Yo'q, o'rgangan tuqqu. Tuman arka chirig'ini, mist achterlichtni yağmurluq havoda yoqsaq bo'lmaydi. Sababi yağmurning ta'siridan gerçi biz tuman arka chirig'ini yoqqan bo'lsaqmi, lekin qarshi tarafga keynimizdan kelayotgan mashinaga xuddi tormoz chirig'ini yoqqandek, mashina tormozlagandek ko'rindi ekan-chu. U vaqtda bir xatarlik ahvol kelib chiqishi mumkin-chu. Shunga javobi ne? Bu har qitimliq imtihonga chiqadigan savollarning birisi. Endi keldik mislichten an
an der Vorseite mogen gevoerd worden bij mist, sneeuwval of regen als het zicht minder is dan. Yani tuman aldı çırığı yıkılsı buludu əgərdə tumanlıq havada, qarlıq havada yoki yağmurda, yani aldığımızı qancha metrdən az ko'rgan vaqtimizda deydi-ku. A cevap 50 metr, B cevap 100 metr, C cevap 200 metr. Yani tuman aldı çırığını aldığımızı 200 metrdən artıq arılıqını görəməyən vaqtimizda yaxsaq boldu. Şun bunun cevabı C 200 metr. Ondan yarayt hier met groot licht maqtat. Yani siz hazır miyada çoğun çırağını yıqıp mağdınız. Bolamdu deydi. Bunun cevabı ne? Çünkü qarşı tərəfdən maşını kelib ötübdü. Bunda ahval aslida çoğun çırağını yıqıp mağsaq, ama qarşı tərəf yolunu yaxşı görənməy. Şoför çırağının nuru şoförün közüge düşüp yolunu yaxşı görənməydi. Çoğun çırağını biz faqat qarşı tərəfdə maşını bolmagan ahval aslida qarşı tərəfə chiqqanda ta'sir yetkazmagan ahval aslida yaxsaqlashın. Bunun cevabı ne yazır? Yani ma ahvalda yaxsaq bolmaydı. Əmdi keldik, yevil link saf, mahiya doğraydı. Yani siz hazır solğu buyurulmaqçı, eydisiniz bulamdı deydi. Yani ma qatnaşsaqçısınınki belgisi, yani on qo'lni chiqarsa, öğrengen tuqqu, ma keyinidan kelgan mashinalar to'xtash deganni bildiruvchi. Biz hazır qatnaşsaqçısının oldidan keldik, şunu biz eydisek buludu, şunu sol tarafga buyurulsak buludu hazır. Lekin ma qatnaşsaqçısının keyinidan kelgan mashinalar hazır to'xtash kerak. Ondan miyadiki sual, siz hazır o'ngga buyurulmoqchi, haydasınız bo'lamdi deydi-ku. Hazır ma qatnaşsaqchisi yonchi turib, o'ng qo'lni chiqiribdi. Bunimi öğrengen, agar ma rasm qarab, yana bilamagan bo'lsangiz, nazariya darsini yana bir qitim ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Yani yonchi turib, o'ng qo'lni chiqarsa, o'ng tarafdan kelgan mashinalar to'xtang deganni bildiruvchi. Shunga biz hazır to'xtashimiz kerak. Shun buning javobi ne? Əmdi yevil link saf, mahiya doğraydı. Yani siz hazır solğu buyurulmaqçı eydisiniz bo'lamdi. Yani qatnaşsaqçısı ikki qo'lni tang chiqarsa, qatnaşsaqçısının oldidan, keyindan kelgan mashinalarning hammasi to'xtang deganni bildiruvchi. Biz hazır oldidan keldik, to'xtashimiz kerak. Shunga buning javobi ne? Haydasak bo'lmaydi. Əmdi keldik, vanir kunayt beste ya oli paylan. Yani siz qanda vaqtda shu oli motor meni tekshirsangiz bo'ladi deydi-ku. Yani şu maşının oldidagi qapqoq, mush qapqoqning ichida motor miyi, ondan ram fluidstof, yani tormoz suyuqligi, cooling, yani motorni sovutish suyuqligi hammasi bor. Endi bularning qaysisining qaysi ekanligini amaliyot darsini o'tgan muallim sizlarga bir-birlab ko'rsatib tushuntirdi. Lekin bu yerda sizlar hozir bizdan so'ragan savol, shu motor meni qanday vaqt tekshirsak bo'ldi deydi-ku. A javob metin varma motor, B javob metin kavda motor. Bu javobi intayin logik aqlga uyg'un, ya'ni motor sovuq vaqtida. Chunki motor qiziq vaqtida isqib baqsanglar bo'ldi, shunchalik qiziqki ba'zida odamning qo'lini ko'ytirdi-ku. Hem bayağı bir resimde ko'ringlarga motorning temperaturasi shu 130 gradusgacha chiqa oladi-ku. Normalda 90 dan to'van bo'lsa, yaxshi holat degan gap. Masalan, biz uchun normal, biz insonning badani bardashlik qila oladigan eng normal temperatura, masalan 35-36, agar 50-60 bo'lsa, bu biz uchun qiziq, bizning badanimizni ko'ydiradi degan gap-ku. Shunga u bek qiziq vaqtida motor meyning uni tekshirish bir badanimizni ko'ydirib qo'yish mumkin. Qisqasi shunga javobi metin kavda motor, ya'ni motor sovuq vaqtida. Endi savol keldik. Welke lampe geeft aan dat er storing in the motor is? Yani tuvandagi chiroqlardan qaysi motorda qo'shilib borligini bildirdi deydi. Yani imtihonga cho'qim chiqadigan savollarning birisi. A. Termometrning rasmi bor. Bu temperaturani bildiradi. Motorninki temperaturasini.
B cevap batareyanın rasmi bu akkumulyatorunu bildirgan, yani to'xtag'ich sanduqini shuni bildirgan. C cevap motor olipel, yani motorning meni bildirgan. D cevap motor management, yani motorning o'zida. Yani hozir siriq rangda yinibdi, demak bir kashilva degan gapchi. Shuning buning to'g'ri javobi D. Yani sizlar mush chirog'ga qarab qaysi nimani bildiruvchi o'qib bilishingiz kerak. Endi keldik. Yarey taxtıq kilometr per ur, what is the minimal volgafstand? Yani imtihanga daim chiqadigan savollarning birisi. Yani siz hozir 80 kilometr haydab ketib borsiz, sizning eng tuvan agishish orliqingiz qanchalik bo'lishi kerak deydi. Yani oldingizdagi mashina bilan eng az deganda qanchalik orliq saqlab minishingiz kerak deydi. Buning qoidasini, formulasini o'rgangandik-ku. Oldidan shu kilometrni 2 ga bo'lamiz, 80 ni 2 ga bo'lsak 40. Andan 40'ның 10%'ige qo'shimiz. 40'ның 10%'i 4, 44'ni qo'shsak 44. Şun bunun cevabı 44 metr. Yani 80 kilometre haydab ketib bo'lgan vaqtimizda oldimizdagi mashina bilan eng az deganda 44 metr oraliq qo'yishimiz kerak. Endi keldik eng oxirgi savolimizga. An welke zijde van de weg staan witte reflector? Yani yo'lning qaysi tarafida oq ranglik nur qaytirg'ich bor deydi. Buni o'rgangandik-ku. Rode reflector, rechterkant van de weg. Witte reflector, linkerkant van de weg. Yani qizil nur qaytirg'ich o'ng tarafda, oq nur qaytirg'ich sol tarafda. Hozir bizning so'rig'ini iqi, shun buning javobi links, sol taraf. Har imtihonga har qitim chiqadigan savollarning birisi-chu. Qisqasi, imtihonning shu mashina chiroqlari, mashinaning ekranidagi har xil belgilar, ondan agishorliqi degandek temada mushta shakldagi savollar chiqadi. Shun qisqasi amaliyoti bek ta's emas. Shu nazariyani obdan bilsanglar, bu savolga inshaalloh yaxshi javob bera olasizlar. Ma'qulamsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.